Buxoro viloyat sudi raisi hamda viloyat ma'muriy sudi raisi tomonidan Ko'g'onning taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini binosida tuman aholisi uchun sayyor qabul tashkil etildi. Hozir shu haqda. Sayyor qabulda 20 nafar fuqarolarning turli mazmundagi murojaatlari tinglandi. Murojaatlarning barchasi og'zaki ravishda bildirildi. Shulardan 8 tasi qanoatlantirildi. 12 tasiga huquqiy tushuntirishlar berildi. Qanoatlantirilgan murojaatlarning birtasi bo'yicha qonun talabi tushuntirilib, shikoyat namunalari taqdim etilgan bo'lsa, 4 ta murojaatchi jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Ajrim yoqasiga kelib qolgan bir oila yarashtirildi. Bir nafar murojaatchining ishi sudda ko'rilib, adolatli qaror qabul qilinganligidan minnatdor ekanligini bildirdi. Bunday qabullarni tashkil qilishdan maqsad fuqarolarni og'irini yengil qilish, ularni dardu tashvishlarini o'z joyiga borib eshitish hamda ularni bartaraf etish, ularga eng asosiysi yechim topishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Shu kunning o'zida viloyat sudi raisi tomonidan sud qarorlarining qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirish instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni mazmun mohiyati yuzasidan ma'ruza qilinib, sud qarorlaridan norozi bo'lgan taqdirda qachon, qayerga va qay tartibda murojaat qilish mumkinligi tushuntirildi. Xalq bilan muloqot, ularning dardu tashvishi bilan yashash rahbarlarning eng asosiy maqsadi. Bu esa fuqarolarning tinch, osuda, farovon hayot kechirishlarini ta'minlashga xizmat qilib kelmoqda. Bu kabi qabullar viloyatimizning boshqa tumanlarida ham o'tkaziladi.